Selam sizlar bilan men Hozirgi bugungi videoda Minecraft'dan qurgan uylarimi Witchmania'miz. Birinchi uy. Mana. Shuna qarasanglar bu yoqda qishloq bor. Birinchi uyga kiramiz. Kirishimiz bilan shuna atmosfera. Mana bunaqa narsalar. Bu yoqda ovqatlanadi, televizor ko'rib ovqatlanishadi. Mana ovqatlanishadi. Xo'p, bilasizlar, o'zinglar organik qo'yadigan. Endi esa ikkinchi qavatga ketdik. İkinci qavatda shuna joylar, shuna joy. Keyin bunaqa narsalar. Mana yo'qda. Mana nazar o'tirasizlar. Endi esa ikkinchi uy. İkinci uyimizni avzor qilamiz. Mana. Birdan ungacha baholab ketinglar uyga. Birinchi uyga necha baho qo'ydilar? Kommentariya qo'ydi. Televizor birinchi xona bu. Kitob. Hamma uyda bir xil narsa. Hozir ovqatlarni olamiz. Shunisi ovqatmaysi burkoya. Bu yerda ovqatlanadigan joylar. Pechkalar hamma bor. Ufuni ber. Endi ikkinchi qavatga. Eng oxirida bitta maza qiladigan joylar. Bu yerda yotoqxona. Bu yerda prosta manzarani ko'rasizlar. Balkon. Bu yerda esa yotoqxona bu yer. Kirib ko'rsataman. Sandiqda olmos narsalar bor. Endi bu yoqqa kiyimlarimiz ham bor. Bu yerda jiddiy gaplashadigan joy. Endi esa mazza qiladigan joyga tushamiz. Bu yoqda shunaqa joylar, plyaj. Endi hozir cho'milamiz. Eng zo'r joy. Ketdik. Nasıl joylamasın? Otimiz ham bor. Qo'ng'iroqlar tashqarida. Qo'ng'irmas. Shu yerda o'tirib gaplashib o'tirasizlar. Dachada. Yollar tashlab mazza qilasizlar. Hozir otimiz ko'rsataman. Mana toycha oppoq. Hozir juganlaymiz. Şu
Bu yerda nimalar? Bu yerda yotoq, shunaqalar bor ekan. Hozir ikkinchi qavatda adashmasam. Mana shu yerda edi. Tamam. Keyin bo'ldi. Ketdik. Keyin boramiz. Full kiyim bor ekan. Hozir bularni qo'yib ot binamiz. Shu yerdan tashlamay 100 metrlar ketdi. Kechqurun mazada ko'rasizlarmi kichkina kanallarda otishcha. Birinchasini oladi, ikkinchisida yo uchinchisi o'rganadi bo'ldi. Chopamiz. Zombi kaç. Kaç. Çamaz. Yukarı. Koyacağız mı ya? Biz hiç uflayamız. Yok oranmayalım. Şunca ondan sonra öldürüp sonrasın. Şimdi yine çömülemiz. Zombi mi karan gördün mü? Işık yapıldı mı? Açılıp gidiyor mu? Açılır. Ne oldu yani? Üçüncü azar. Endi Muhammed Ali akam azar veradi. Yo, hammaga salom bolalar. Sizlar bilan Muhammad Ali. Bugungi obzorimiz 3-uy. Xudo xolasa chiroyli qilib obzor qilib beramiz. Xo'sh. Hozir tepadan ko'rinishi uyimiz. Shu ko'rinishga 10 dan necha baho berasizlar? Qani? Akalar mana necha akalar? Bu uyimiz nomi Uchar uy deb nomlanadi. Pastga tushib ketsangiz dunyoni ko'ra olasiz. Xo'sh.
Mana birinchi kirishda shunaqa chiroyli manzara gullar bilan basseyn sizlarni kutib oladi. Basseyndan chiqasizlarda mana shularga yotib olsanglar, mana kayfda. Shitga sekin kirasizlar. Oho. Yiqilishdim. Kirishinglar bilan sizlarni mana shunaqa kimdir happy birthday to you bo'lsa mana shitda to you bu ana soatim ham jiringlanyapti ana. Ding yapti. Mana meta to'rtlarda op qilib yuboradi. Bo'ldi, o'chirib turadi. Bu ana itlarimiz ham bor. Mana meta bo'lsa olim bo'lasizlar, shuni bitta kitobdagizlar qilib o'qib o'tiraverasizlar. Mana bitta kuchugimiz ham bor. Hav. Mana meta mana gaplashib, dialog qilib meta qarab tashqari manzarani qarab o'tiraverasizlar. Qarindoshlar kelgan. Mayli bo'lsa uxlaysizlar-chi. Bo'ldi, bu yoq tugal endi. Mana orqa taraflari. Uyimiz 16 sotidan iborat. Ogiylar kelsa kelaverasizlar. $100,000 sitir sanaymiz. Mana shunday uydan chiqishinglar bilan mana sizlarni chiroyli atmosfera kutib oladi. Xayr, esalomon bo'linglar. Goodbye.